Siz Xitoydan O'zbekistonga yuk olib kelasiz. Yukni qanaqa tartibda kelishi, qanday yo'llar bilan kelishi sizga albatta qiziq bo'ladi. Kelinglar ushbu videoda men sizga Xitoydan O'zbekistonga yuk kelishini bosqichma-bosqich ko'rsatib berib boraman. Buning uchun bizni kuzatib boring. Birinchi tartibda agar yukingiz xoh 5 kuba bo'lsin, xoh 2 kuba bo'lsin, bizni Iwu va Guangzhou Xitoyda asosiy omborxonalarimiz bor, o'sha yerga jo'natiladi. Agar yukingizni hajmi 20 kubdan oshiq bo'lsa, biz uni to'g'ridan-to'g'ri sizni zavodingizdan yuklaymiz. Ya'ni siz ichki logistikasiga ham bir so'm pul berishingiz kerak bo'lmaydi. Biz zavoddan o'zimiz gaplashib, o'zimiz yuklab olamiz. Va bu narsa butun fura uchun ham amal qiladi. Siz agar yukingiz butun fural yuk bo'ladigan bo'lsa, biz uni xoh Xitoyda xohlagan provinsiyasi bo'lsin, o'zimiz yuklab olamiz. 20 kubdan kam yuklar nima bo'ladi? O'sha narsani ko'rib chiqamiz. 20 kubdan kam yuklar biz asosan Iwu va Guangzhouda yig'amiz. Bu yig'ilish qanaqa bo'ladi? Masalan, ko'pchilik savol bo'ladi. Aka, sizlarda yuk yig'ilsa kutib qolmaymizmi? Ya'ni bir hafta 10 kunda yuk yig'ilsa hammasini bitta ortib kelsalang, ancha-muncha vaqt yo'qotib qo'yasiz aka degan savol bor. Yo'q. 20 kubgacha bo'lgan yuklarni biz 1 kun, 2 kun ichida skladda yig'amiz, Iwu va Guangzhouda yig'amizda, ularni to'g'ridan-to'g'ri Ulug'chat, ya'ni Qashqar skladimizga jo'natamiz. Ulug'chat qanaqa region? Bu Xitoyning chegarasi va Qirg'iziston o'rtasidagi hudud. Buni Xinjiang deydi. O'sha yerda biz yuklar yig'amiz. Bu qayta yuklash protsessiga joylashtiriladi. Qayta yuklash protsessi nima? Uni hozir keyin gaplashamiz. Qayta yuklash jarayoni nima bo'ladi? Sizning yukingiz Xitoyning mashinasida Qashqar provinsiyasiga, ya'ni Xinjiang provinsiyasiga keladi. Biz o'sha yerda hamma yuklarni qayta yuklab, ularni hujjat, hamma yuklarni spiskasini qilib, hujjat, eksportni deklaratsiya, ya'ni yukingizni O'zbekistonga chiqarganligi, eksport qilganligi to'g'risida hujjatlar, sertifikat происхождения, sertifikat origin deydi. Shunga o'xshagan dokumentlarni, invoice packingingizda hamma yuklaringizni qilib, biz uni qayta yuklashga tayyorlaymiz. Sizning yuklaringizni qayta yuklashga tayyorlaymiz. Bu yerda qanday yuklar keladi? Tepada aytdik, 20 kubdan oshiq yuklar to'g'ridan-to'g'ri bu yoqqa olib kelinadi. Ya'ni Xitoyda xoh Shanxayda bo'lsin, xoh Pekinda bo'lsin, turli xil provinsiyasidagi yuklar 20 kubdan oshiq bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri Qashqar, ya'ni Ulug'chat bizning skladimizga jo'natiladi. Bu bilan biz mijozlarimiz vaqtini tejaymiz. Ya'ni 20 kubdan oshiq yuklar birdan bizni Iwu skladga borsa, kamida 3 kun, 4 kun yo'qotadi. U yoqdan bu yoqqa chiqsa, yana kamida 1 hafta yo'qotadi. O'shani hisobiga 15 kun vaqt yo'qolib qoladi. Biz unaqa qilmaymiz. 20 kubdan oshiq yuklarni to'g'ridan-to'g'ri Qashqarga chiqaramiz. Va bundan tashqari bizni Iwu, Guangzhou boshqa skladda yuklarimizni ham Qashqarga, ya'ni Ulug'chatga qayta yuklash uchun olib kelamiz. Bu bilan aytmoqchimanki, biz hamma yuklarni, asosiy yuklarni va klientimiz boshqa yuklarni Ulug'chat omborimizga yig'ib, dokumentlarga tayyorlaymiz. Va undan tashqari 0% degan narsa bor. Bu nima narsa? Qirg'izistonga yuk o'tganda, Qirg'iziston tranzitkasi bor, ya'ni yo'llardan foydalanganimiz uchun har bitta invoice summasidan, deylik masalan siz 20 ming dollarlik apparat olyapsiz, o'sha 0%, ya'ni 80 dollarni biz Qirg'iziston hukumatiga beramiz tranzitka uchun. Yuklar Qashqar skladdan qayta yuklandi, dokumentlar qilindi. Undan keyingi proses qanday bo'ladi? Ya'ni 0% aytdim. Bu nima uchun olinish kerakligini aytdim. Ko'pchilik klientlar, mijozlarimizda mana shu masala bo'yicha tushunmovchiliklar bilan o'shani aytib ketaman. Undan keyin Qirg'iziston orqali O'zbekistonga kelganda birinchi do'stlik bojxona posti bor. Ya'ni Qirg'iziston O'zbekiston o'rtasidagi birinchi post. O'sha yerdan o'tiladi. O'zbekistonga kirish uchun furachilar kodlar oladi, dokumentlar qilinadi. O'sha yerga kirgandan keyin biz Andijonda hamma yuklarni, rastamoshka ishlarini Andijondan olamiz. Endi rastamoshka ishlari chiqishiga qarab, agar yukingiz masalan bitta furadan bo'ladigan bo'lsa, 2 kun, 1 kun, 2 kunda chiqib ketadi. Agar biz 20-30 xil mijozimiz yukini olib bitta qiladigan bo'lsak, dasmotor ishlari boshlanadi. Vaqt rastamoshkada ozroq talab qilish mumkin. Va undan tashqari 3 kun, 4 kun ichida rastamoshka ishlarini amalga oshirib, mijozlarimizga 12 ta viloyat bo'lsa, 12 ta viloyatga yetkazib beramiz. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonga Qirg'iziston orqali yuk kirishini shunaqa bosqichlari bor. Endi biz bunaqa ishlaymiz. Qolgan logistika kompaniyalari qanaqa ishlayishini bizga qorong'u to'g'risi. Bu Qirg'iziston orqali ko'rib chiqildi. Keyingi videolarda O'zbekistonga Qozog'iston orqali qanaqa yuklar kiradi, qanaqa tartibda kiradi ko'rib chiqamiz. Logistika haqida ko'proq ma'lumot olish uchun bizni kuzatib boring. Logistika xizmati, Xitoydan yuk tashish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqing.